Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya hamda Rossiya yaqin yillarga qadar harbiy aviatsiya sohasining yetakchi, balki monopol o'yinchilari edi. Hozir bu ro'yxatga Xitoy ham qo'shildi. Atiga bir necha 10 yillar muqaddam mamlakat bu borada Moskvaga qaram edi. Ammo keyinchalik mahalliy harbiy sanoat shiddat bilan rivojlandi. Xitoy hatto 6-avlod quruvchilarni Qo'shma Shtatlardan oldinroq namoyish qilishga muyassar bo'ldi. Ammo uning eng mashhur va bozori chaqqon modeli na G20, na G35 emas, ixcham va kamtar G10C bo'lib turibdi. Quruvchi 4+ avlodga mansub. Ya'ni u Su-27, F-16 kabi modellardan ilg'or, ammo stealth xususiyati yo'qligi bois F-35 bilan raqobatlasha olmaydi. Pokiston va Hindiston havo kuchlari o'rtasidagi jang G10C uchun yulduzlik soat edi. Pokistonliklar hindlarning maqtalgan va nomi ko'klarga ko'tarilgan Rafale hamda Su-30 samolyotlarini Xitoy qurollari bilan urib tushirdi. Bu xitoyliklarning nisbatan arzon texnologiyalarga ishonchsizlik bilan qaraydigan qatlamni jiddiy o'ylantirib qo'ydi. Bugun G10C quruvchilari mazkur loyiha muvaffaqiyatiga Isroilning qanday daxli borligi, AESA radari nima ekani, umuman olganda O'zbekiston bunday samolyotlarni sotib olishi kerakmi yoki yo'q, ko'rib chiqamiz. Xitoy harbiy aviatsiyasi tarixi sovuq urush yillariga borib taqaladi. Ammo mamlakatda o'z modellarini ishlab chiqish uchun na pul, na texnologik tajriba bor edi. Xuddi shu bois katta akadan yordam so'raldi. Xitoy Sovet samolyotlarini eksport huquqi asosida ishlab chiqishni yo'lga qo'ydi. Keyinchalik Pekin va Moskva o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashdi. Qolaversa, Den Xiaopin islohotlari mamlakat iqtisodini oyoqqa qo'ydi. Shundan so'ng mahalliy samolyotlar ishlab chiqishga harakat boshlandi. G10 dasturi shu tariqa dunyoga keldi. (1984-yili Chengdu Aircraft Corporation'ning loyiha instituti tomonidan dastlabki tadqiqotlar boshlandi. Dasturga loyiha 10 nomi berilgan bo'lib, jarayonda muhandis Song Benson boshchilik qildi. Ammo samolyotni ishlab chiqishda boshqa bir o'yinchining hissasi katta edi. O'sha yillari Isroil o'zining mahalliy Labi loyihasi ustida ishlayotgan edi. Isroilliklar dastlabki namunani tayyorlab, sinov parvozini ham o'tkazdi. Biroq yuqori xarajatlar va Qo'shma Shtatlarning bosimi ortidan dastur yopildi. Boisi amerikaliklar o'zlarining F-16 quruvchilariga raqobatchi paydo bo'lishini istamasdi. Garchand buni rasman tasdiqlovchi biror hujjat bo'lmasa-da, aksariyat Lavi dasturining chizmalari xitoyliklarga berilganiga ishonadi. Chunki o'sha yillarda Xitoyda 4-avlod quruvchisini mustaqil loyihalay oladigan muhandislik tajribasi yo'q edi. Qolaversa, har ikkala uchoqlarning aerodinamik tuzilishi, masalan, delta qanot va kanat o'xshash edi. Bundan tashqari, o'sha davrda Pekin va Tel Avivning munosabatlari ancha qalin edi. Ammo boshqa bir guruh mazkur da'voga qarshi chiqadi. Ularning fikricha, G10 ko'chirma dastur emas, uni loyihalashda avvalroq bekor qilingan G9 dasturidan ilhomlanilgan. Nima bo'lgan taqdirda ham yangi samolyot Xitoy harbiy aviatsiyasi uchun katta yutuq edi. Lekin bu oson kechmadi. Xitoylik muhandislar avval boshidan murakkab vazifa bilan yuzlashdi. Yangi quruvchi yuqori manevr imkoniyatlariga ega bo'lishi, ekspluatatsiya xarajatlari arzonga tushishi, shuningdek, birgina topshiriqning o'zida ko'plab vazifalarni bajara olishi kerak edi. Holbuki bu paytda mamlakatda yangi samolyot uchun dvigatel ham yo'q edi. Shu bois Su-27 quruvchisida qo'llanilgan Saturn AL-31FN dvigateli tanlab olindi. Dastlabki prototip 1998-yili sinov parvozini amalga oshirdi. 2003-yilda esa samolyotni G10A nomi bilan seriyali ishlab chiqarish boshlandi. Quruvchi 2004-yildan Xitoy Xalq ozodlik armiyasi havo kuchlari bilan xizmatga kirdi. G10 o'z sinfining eng ixcham quruvchilaridan biridir. Uning uzunligi 16.9 metrni, qanotlari kengligi esa 9.7 metrni tashkil etadi. Samolyotning bo'sh vazni 8 tonna, maksimal uchish og'irligi esa 19 tonnagacha boradi. Biroz oldin aytib o'tilganidek, quruvchining dastlabki modellari Saturn AL-31FN dvigatellari yordamida parvoz qilgan edi. Biroq 2019-yildan boshlab mahalliy WS-10 dvigatellari xizmatga qabul
qabul qilindi. Bu qiruvchilarga o'z tezligini 1.8 mach, ya'ni 2200 km/soatga yetkazish, 18 km balandlikda parvoz qilish imkonini berdi. Uchoq 1800 km radiusda jangovar topshiriqlarni bajara oladi. Xitoy qiruvchisining 5 ta modeli mavjud. G10A seriyali ishlab chiqarishga olingan ilk namunadir. U Rossiyaning AL-31FN dvigateli bilan parvoz qiladi. Qolaversa, ma'nan eskirgan KLG-3 mexanik skanerlash radariga ega. G10S esa samolyotning 2 o'rindiqli o'quv versiyasidir. U asosan uchuvchilarni tayyorlash uchun qo'llaniladi, biroq jangovar missiyalarda ham foydalanish mumkin. G10B modeliga kelsak, sirtdan qaraganda uning eski versiyadan farqi sezilmaydi. Biroq u infraqizil qidiruv tizimi, zamonaviyroq radar hamda kuchaytirilgan elektron urush tizimlari bilan jihozlangan. G10C mazkur oilaning eng mashhur va ommabop modeli bo'lib, AESA radariga ega. Qolaversa, PL-10 va PL-15 tipidagi zamonaviy raketalarni qo'llay oladi. Shu bois ko'plab mutaxassislar uni 4+ avlodiga mansub deb hisoblashadi. Samolyot aerodinamik jihatdan delta sxemasi asosida tuzilgan. Bu unga yuqori manevr imkoniyatlarini taqdim etadi. Bundan tashqari, parvoz vaqti barqarorlikni ta'minlaydi. Qiruvchining tumshuq qismidagi kanard stabilizatori esa muvozanatni yaxshilaydi. Mutaxassislar G10C ni bejiz 4+ avlodga mansub deyishmaydi. Qiruvchi bunga o'zining ilg'or avionika tizimi bilan erishgan. Uning dastlabki versiyalari mexanik hamda passiv elektron skanerlash radarlari bilan jihozlangan edi. G10C modelidan boshlab esa mahalliy ishlab chiqarilgan AESA radarlari qo'llanildi. Bu Xitoy harbiy aviatsiyasi uchun muhim qadam bo'ldi. Boisi PESA, ya'ni passiv elektron skanerlash massiv radari bitta yuqori quvvatli markaziy uzatgichga, boshqacha aytganda transmitterga tayanadi. Bu esa uning zaif tomonidir. Agar transmitter ishdan chiqsa, butun mexanizm yaroqsiz temir tersakka aylanadi. Qolaversa, u elektron urush tizimiga qarshi zaifdir. Aktiv elektron skanerlash massiv radari, ya'ni AESA, yagona transmitterga suyanib qolmagan. Buning o'rniga u mingdan ziyod TR modul orqali signal yuboradi hamda qabul qiladi. Bu unga qidiruv, kuzatuv va hujum missiyalarini bir vaqtning o'zida bajarish imkonini beradi. Qolaversa, AESA radari past sezuvchanlikka ega stealth nishonlari hamda dronlarni eski avlod radarlaridan ko'ra yaxshiroq aniqlaydi. Biroq u murakkab texnologiya. Shu bois asosan rivojlangan va boy davlatlargina bunday radarga qiziqish bildiradi. Qolaversa, ularga texnik xizmat ko'rsatishning ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Xitoycha AESA. G10C ning AESA radari haqida ma'lumot kam. Ayrim manbalarga ishonsak, u yirik samolyotni 250-400 kilometrdan, qiruvchi uchoqlarni esa 100-180 kilometrdan aniqlashi mumkin. Qolaversa, tizim bir vaqtning o'zida 20 tagacha nishonni kuzatib, ulardan maksimum 8 tasiga zarba bera oladi. Aslini olganda, avionika, radar, navigatsiya, aloqa va qurol tizimlarini uchuvchiga qulay interfeysda akslantirib beradigan majmuadir. Radar undagi muhim element. Ammo jang taqdirini belgilashda o'z so'zini aytadigan boshqa omillar ham bor. Masalan, G10C va boshqa zamonaviy qiruvchilarda head-up display mavjud. Xuddi shu shaffof oyna. U tezlik, balandlik, yo'nalish va boshqa jangovar ko'rsatkichlardan xabardor bo'lib turish imkonini beradi. Bu orqali uchuvchi nigohini pastga qaratmasdan turib, jang vaqti katta rol o'ynaydigan soniyalarni yutadi. Undan sal pastroqda esa ko'p funksiyali displey ham mavjud. U radar tasviri, navigatsiya xaritasi, qurol yuklamasi, tizim holati va boshqa ma'lumotlarni yetkazib beradi. Ammo bu hammasi emas. Qiruvchiga xos eng zamonaviy texnologiyalardan biri HMD. Soddaroq aytganda, shlemga o'rnatilgan displey bo'lib, u muhim ma'lumotlarni grafik usulda yetkazib beradi. Qiruvchi uning sharofati bilan samolyot atrofini 360 darajada kuzata oladi. Qolaversa, displey qurol tizimlari bilan integratsiya qilingan. Soddaroq aytganda, uchuvchi nishonlarini ko'zi
bilan belgilab o't ochishi mumkin. Bu ayniqsa yaqin masofadagi janglarda vaqtdan yutish imkonini beradi. Biroq G10C ning avionikasi shu bilan cheklanmaydi. Nishonlarni infraqizil nurlar orqali izlovchi IRCT sensori, elektromagnit spektrni kuzatish mexanizmi, uchuvchini yaqinlashib kelayotgan raketadan ogohlantirish tizimi hamda raketa va bombalarni lazer orqali yo'naltirish texnologiyalari haqida to'xtalib o'tirmadik. Qurollanish. Xitoy qiruvchisining qurollar katalogi keng. U ko'p funksiyali platforma bo'lgani bois havo janglarini olib borishi, quruqlik va dengiz nishonlariga zarba berishi mumkin. Samolyot 6 tonnagacha og'irlikdagi foydali yukni ko'tara oladi. U qurollar uchun 11 ta osma tutqichga ega. Qolaversa, parvoz masofasini tashqi yoqilg'i baklari bilan oshirsa bo'ladi. Samolyot havo janglari uchun PL-8, PL-10 va PL-12 raketalarni qo'llaydi. Ammo uning asosiy quroli uzoq masofali PL-15 raketasidir. U 300 kilometrgacha masofadagi samolyot va dronlarga zarba bera oladi. Biroq raketaning eksportga mo'ljallangan Y versiyasida mazkur ko'rsatkich 150 kilometr bilan cheklangan. Bundan tashqari G10C yaqin masofadagi janglar hamda dronlarga qarshi 23 mm kalibrli avtomatik to'pga ega. U odatda o'zi bilan 200 ta snaryad olib uchadi. G10C ko'p maqsadli samolyot bo'lgani bois havo janglaridan tashqari quruqlik nishonlariga ham zarba bera oladi. Qurollar portfeli ancha keng. Xitoy qiruvchisi GPS ga asoslangan suzuvchi bombalarni ham, lazer orqali boshqariluvchi aqlli o'q-dorilarni ham qo'llay oladi. Ularning vazni 250 kilogramdan yarim tonnagacha, jangovar radiusi esa 80 kilometrgacha yetadi. G10C bundan tashqari havo mudofaa tizimlarini bostirish uchun anti-radar raketalari hamda taxminan 200 kilometr jangovar radiusga ega KZ-88 qanotli raketalarni tashiydi. Ba'zi manbalarda ushbu raketaning parvoz masofasi 300 kilometrga yetishi aytiladi. O'zbekistonga ular kerakmi? Mamlakatimiz harbiy havo kuchlari turli maqsadlarga mo'ljallangan uchoqlarning deyarli butun spektriga ega. Su-27, MiG-29 4-avlod qiruvchilari uzoq yillar davomida O'zbekiston osmonini himoyalab keladi. Ammo so'nggi vaqtlari ularning birinchisi mediyada ko'rinmay qoldi. Bu ular katta ehtimol bilan zaxiraga olinganini anglatadi. Ekspluatatsion xarajatlari ancha kamroq bo'lgani bois MiG-29 uchoqlari hanuz xizmat qilmoqda. Ular muntazam modernizatsiyadan o'tkazilib kelinadi. Biroq F-16 qiruvchilaridan farqli MiG-29 ni modernizatsiya qilish imkoniyatlari cheklangan. Darhaqiqat, ular dunyoning turli qismlari, jumladan Ukrainada faol qo'llanilyapti. Ammo texnologik taraqqiyot bir joyda to'xtab qolmaydi. 4-avlodning eng mashhur qiruvchilaridan biri hozir yengilmas raqib vaqtga qarshi jang qilyapti. Shu bois O'zbekiston qiruvchilari parkini yangilashga kirishgan. Fransuzlarning Rafale samolyotlariga qiziqish bildirilgani haqidagi xabarlar buni tasdiqlaydi. Qolaversa, Toshkent va Parij o'rtasidagi qalin munosabatlar shartnoma ehtimolini oshiradi. Ammo O'zbekiston osmonida Rafale qiruvchilarini ko'ramiz deb o'ylamaymiz. Boisi ishlab chiqaruvchi Hindiston, Indoneziya va boshqa davlatlardan yuzlab buyurtmalarga ega. Bundan tashqari, O'zbekiston faqatgina samolyot emas, balki butun infratuzilma sotib olishga to'g'ri keladi. Ya'ni uchuvchilarni NATO standartlari bo'yicha o'qitish, angarlar va uchish-qo'nish yo'laklarini moslashtirish, o'q-dorilar va ehtiyot qismlarini sotib olish zarur. Xuddi shu yo'ldan borgan Hindiston 2016-yili 36 ta samolyot uchun 8.7 milliard dollar to'ladi. Bu har bir Rafale uchun o'rtacha 240-260 million yevrodan degani. Holbuki uning raqibi Pokiston Xitoydan 24 ta G10CA samolyotlarini xarid qilish uchun taxminan 1.6 milliard AQSh dollari sarflagan. Ya'ni har bir samolyotga o'rtacha 60 million dollardan to'lagan. Bu pokistonliklarga joriy yilning may
Xitoydagi mojaro vaqti bir necha Hind samolyoti, jumladan Rafale qiruvchilarini urib tushirishga xalaqit qilmadi. Ammo bu Rafale yomon samolyot degani emas. Mazkur keysda pokistonlik uchuvchilarning jangovar mahorati, yuqori darajada muvofiqlashtirilgan tizim va hindlarning ehtiyotsizligi katta rol o'ynagan. Boshqacha aytganda, hindlar fransuz uchoqlarining bor imkoniyatidan foydalana olmadi. Pokistonliklar esa aksini bajardi. O'zbekiston G10CA qiruvchilarini sotib olishi kerakmi? Bu savolga javob berishdan oldin o'z ishining mutaxassislari barcha faktorlarni hisob-kitobdan o'tkazadi. Bir necha variantlarni ko'rib chiqib, batafsil sinovdan o'tkazadi va tegishli bosqichlardan so'ng yakuniy qaror qabul qilinadi. Biz xulosa berishdan yiroqmiz. Ma'lumot yetkazish bilan cheklanamiz. Darvoqe, so'nggi yillarda O'zbekiston o'z havo mudofaa salohiyatini sezilarli darajada mustahkamladi. Sovet hamda Rossiya namunasidagi tizimlarga qo'shimcha ravishda Xitoydan yangi komplekslar keltirildi. FN-90, Kaishan 1C hamda FD-2000 tizimlari shular jumlasidandir. Ular qisqa, o'rtacha hamda uzoq radiusdagi tahdidlarni zararsizlantiradigan 3 halqali mudofaa o'laroq xizmat qiladi. Agar bu haqda son olishimizni istasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Buguncha shu, omon bo'ling.